Bismillah, assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan birgalikda turk tili alifbosi mavzusini ko'rib chiqamiz. Ko'pchilik turk tilini o'rganganlarning xatosi ularni talaffuzida yoki aksentli gapirishida. Bu muammolarning asosiy negizi aynan turk tili alifbosi bilan bog'liq. Ya'ni turk tili alifbosida yaxshi o'rgangan o'quvchida yaxshi talaffuz me'yorlari shakllanadi. Ya'ni o'qituvchi boshlang'ich bilimlarni aynan talaffuz bilan bog'laydi. Bugun mavzu doirasida mana shularni gaplashamiz. O'zbek tili alifbosi bilan birgalikda qiyoslab tushuntirishga harakat qilaman va bu o'rinda sizlar yozilishini, harflarni talaffuz qilinishini bilib olasizlar va ko'pchilik qilgan xatoni Xudo xohlasa takrorlamaysizlar. Unda men darsni boshladim. Bismillah. Turk tili alifbosi. Har bitta tilning o'zining alifbosi bor, bilasizlar. Turk tili alifbosidagi harflar lotin harflariga asoslangan. O'zbek tilidagi harflar ham xuddi shunday. Va ya'ni o'zbek tili bilan turk tilini harflari lotin harflariga asoslanganligi sababli siz ushbu harflarni o'qiy olasiz. Tushuna olasiz. Ya'ni rus harflaridan yoki arab harflaridan farq qiladi. Men o'qiyapman. Harflarimiz turk tilida 29 ta. 29 ta harf mavjud. Ular A, B, C, Ch, D, E, F, G, G, H, I, J, I, K, L, M, N, O, Ü, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. Demak, men unli va undosh holatida o'qidim. Ana endi harflarimizdan ikkita qo'l chiqib kelyapti. Ekranga qaraymiz. Birinchisi unlilar, ya'ni sesli. Bu degani unlilar degani. Unlilar sesli, ovozli degani. Demak, turk tilida 8 ta unli harf bor ekan. Navbatdagisi unsizlar. Undoshlar, sessizlar, tovushsizlar degan. Ovozsizlar degan. Demak 21 ta. 8 ta unli bo'lgandan keyin 21 tasi undosh qoladi. O'qib chiqamiz unlilarni. A, E, I, O, U, Ü. Ko'rdingizmi, hurmatli o'quvchilar? Bu yerda bizda farq qiladigan I bor. Ya'ni i'ning nuqtasiz shakli. O'zbek tili alifbosida bu harf yo'q. Va keyingisi bizda o harfi bor, faqatgina o'ning yozilishi ikki nuqtali holatda yozilyapti. Va undan keyingisi u harfi yo'q. Ikkita harf yo'q, bitta harf yozilishi boshqacha. Men keyingi qismlarda hammasini yozilishi va talaffuz me'yorlariga to'xtalib o'taman. Demak, 8 ta ekan. Undoshlarimiz qaysilar? B, C, Ch, D, F, G, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, Ş, T, V, Y, Z. Demak, bular undoshlar. Bitta narsani bilib olishimiz kerak, hurmatli o'quvchilar. Darsni boshida aytib o'taman. O'zi harf nima, tovush nima? Mana shu savolga javob qilib olamiz. Harf bu yozuvdagi shakli. Talaffuzda, ya'ni nutqqa chiqqanda, bizga eshitilganda u tovush bo'ladi. Bitta harfning ikki xil talaffuzi bo'lishi mumkin. Mana biz o'zbek tilida J yozamiz, uni ham J ham J deb o'qiymiz. Jo'ja, jirafa deb o'qiymiz. Ko'ryapsizmi? Ikki xil talaffuzi bor. Lekin yozuvda ko'rinishi bitta. Ya'ni yozuvdagi ko'rinishi harf, talaffuzi esa tovush deyiladi. Sizdan chiqmasin. Ana endi unlilar o'z ichida tasnif qilinyapti. Qalin, ince, ingichka, yumshoq degan 4 tadan bo'linyapti. Demak, diqqat qilamiz. A, I, O, U harflarimiz qalin unlilar ekan. Qaytaraman. A, I, O, U harflarimiz qalin unlilar. Ingichkalarimiz E, I, Ö, Ü. E, I, Ö, Ü. Bu unlilarimiz ingichka unlilar hisoblanadi. Bizga nima uchun kerak, ustoz, bu narsa deyishingiz mumkin. Biz uni o'zbek tili grammatikamizda bundan ortiq juda ham ko'p tasniflar bor. Til oldi, til orqa, lablangan, lablanmagan yoki undoshdan ham portlovchi, qorishiq, sirg'aluvchi va hokazo bir qancha tasnif bor. U nima uchun kimga kerak? U abituriyentlar uchun, imtihonga kirishda yaxshi ball natijaga erishish uchun va yoki tilshunoslar uchun, filologlar uchun kerak. Lekin ko'chadagi shofyor uchun kerak emas. Uning til oldi bo'ladimi, til orqa bo'ladimi, jarangli bo'ladimi, umuman farqi yo'q. Yoki ko'chadagi suvoqchi uchun
yoki deylik misol uchun oddiy kimyo biolog o'qituvchisi uchun ahamiyatsiz unnini. O'zbeklar uchun aytyapman. Ana endi turk tilida hamma uchun muhim. Nimaga? Chunki turk tili sengermanizmga tayanadi. Sengermanizm o'zi nima? Bu unnilar uyg'unligi degani. Qalin unnidan keyin qalin, ingichka unnidan keyin ingichka keladi. Aksariyat holatda shunaqa. Ya'ni misol uchun bitta qo'shimchani biz qo'shmoqchi bo'lsak, qalin bilan tugagan unnilardan keyin qalin holatida, ingichka bilan tugagandan keyin ingichka holatda ko'ramiz. Ana endi bu bilan men chalg'itib tashlamoqchi emasman. Keyingi video darsimizda birinchi unitda men albatta bu narsani ham tushuntirib o'taman batafsil. Hozir biz faqatgina harflarga to'xtalib o'tyapmiz. Va men nima uchun qalin va ingichkani bilishimiz kerakligini men tushuntirib ketyapman. Ya'ni bizda singermanizm bor ekan. Ana shu singermanizmni juda yaxshi o'rganishimiz kerak. Xo'p, undashlarda ikkita qo'l chiqyapti. Diqqat qilamiz. Yumshoq. Jarangli degani sart unsizlar, jarangsiz degani. Jaranglilarimiz B, J, D, G, G, J, L, M, N, R va Y, Z. Sart unsizlar. Jarangsizlarimiz esa Ch, F, H, K, P, S, Sh, T. Demak, bular jarangsiz undashlar ekan. Bular nima uchun kerak bizga? Mana ko'ramiz. Tovush paychalari titramasdan paydo bo'luvchi undashlarga jarangsiz, sart, sadosiz, tonsiz undashlar deyiladi. Ya'ni jarangsiz degani sart, sadosiz, tonsiz. Jarangsiz undashlarni quyidagi birikmadagi unlarni tushirib qoldirish orqali yodlab qolish mumkin. Biz abituriyentligimizda juda ham ko'p tasnif bo'lganligi uchun hammasini yodlab qola olmaganmizda, uning uchun biz gaplar tuzib yodlaganmiz. Xuddi shu holat turk tilida ham qilingan. Bizga jarangsizlik muhim, jaranglisi emas. Jarangsizlik nima uchun muhim? Aynan jarangsizdan keyin jarangsiz keladi. Turk tilida bilinglar, hech qaysi qo'shimcha bitta bo'lmaydi. Bor, bitta ikkita uchraydi. Lekin aksariyat holatda hamma qo'shimcha tuslanadi. 2, 4, 8 va hokazo tuslanadi. Qo'shimchalar tuslanadi. Buning uchun bizga jarangsiz undashlar kerak, qalin ingichka, keng tor unnilar kerak. Ko'ramiz. F, S, T, K, Ch, Sh, H, P bizda jarangsiz undashlar edi. Lekin biz buni jumla holida yodlaydigan bo'lsak, fistikcha shahab iborasi yuzaga keladi. Fistik degani pista degan. Ch bu shaxs yozuvchi qo'shimcha. Shahab o'zbek tilidagi shahob ismi. Fistikcha shahab desa pistachi shahob deydi. Pistachi shahob. Buni keyinchaligini o'rgatib ketaman. Ketchup qoidasi ham deydi. Ketchup qoidasi. Ketchup qoidasi. Xo'p, keyingi qismga o'taman. Ana endi hurmatli o'quvchilar, har bitta harfni men talaffuzi, yozilishi o'zbek tili alifbosidan qaysidir o'rindan farq qilyaptimi? Ana o'sha qismga men to'xtalib ketaman. Men bu videoda qaysidir alifbodagi harfni aytmadimmi? Demak, u bilingki, o'zbek tili bilan bir xil. Men uni aytib o'tirmadim, izohlab o'tirmadim. Ya'ni izohga hojat qolmadi. Misol uchun P harfini oladigan bo'lsak, P harfini men alifboga slaydga kiritmadim. Nima uchun? Chunki uni yozilishi ham, o'qilishi ham hamma jihatdan bir xil. Shuning uchun men aytib o'tirman. Faqatgina ma'lum bir farq qiladigan, aytishga arziydigan qismlarini, arziydigan jihatlarini men slaydga kiritib o'tdim. Boshlayman unaqada. A harfidan boshlayapman. A harfining turk tilida ikki xil talaffuzi mavjud. Qalin va ingichka. Ustoz, qanaqa qilib qalin aytish mumkin, qanaqa qilib ingichka aytish mumkin degan savol paydo bo'lishi mumkin. Ana endi qarang, qalini sof turkcha so'zlarda uchraydi, ingichkasi esa boshqa tillardan kirib kelgan so'zlarda uchraydi. Ustoz, biz sof turkcha so'zni qayerdan bilamiz? Chetdan kirib kelgan so'zni qayerdan bilamiz degan savol sizda yana paydo bo'ladi. Qaranglar, yuqorida qalin va ingichka dedim. To'g'rimi? Unlarni tasnif qilganda. Agar bitta so'zda unlar qalin bo'ladigan bo'lsa, faqat demak bilingki, u nimada? Yoki faqat ingichka bo'ladigan bo'lsa, u sof turkcha so'z. Lekin bitta so'zda ham qalin, ham ingichka so'zlar tovushlar, harflar aralashgan holatda bo'lsa, u chetdan kirib kelgan so'z bo'ladi. Mana misol uchun ag'ach, daraxt. Ag'achda a turibdi. Ko'ryapsizmi? Hammasi qalin. Yoki araba, mashina, a hammasi. Yoki keyingisi qarang, ingichka holatida lale, diqqat. Qarang, diqqatdagi a bilan ag'achdagi a ning farqi bor. Bunda biz nima qildik? Yo'g'on talaffuz qildik, qalin talaffuz qildik. Diqqatda unaqa bo'lmadi, yumshoq, ingichka talaffuz qilindi. Siz ham aytib ko'ring.
ana shunaqa qilib talaffuzni o'rganadigan bo'lsangiz talaffuzingiz me'yoriy jihatdan to'g'ri bo'ladi. Davom etaman. A harfini yozilishi aynan o'zida bilasizlar. Shuning uchun to'xtalib o'tirmadim yozuviga. Xo'p, ekraningizda chiqyapti J va Ch harflari. Siz bu harfni birinchisini S harfi shaklida bilasiz. Agar shuni yoniga H ni qo'ysak, o'zbek tilida Ch ni beradi. To'g'rimi? Siz buni S harfi berasiz. Kalitda ham A, B, S, D qilasiz. Mana shu harf bilan belgilaysiz. Rus tilidan biz bilib olganmiz. Rus tilida bu S. Endi turk tilida bo'lsa bu J ni beradi. J. Talaffuzi ham bir xil. Ya'ni boshqacha talaffuzi yo'q. Jo'ja so'zida ishlatilgan J harfining aynan o'zida. Men buni nima uchun kiritdim? Yozuvdagi ko'rinishi har xil bo'lganligi uchun. Jam, oyna, jadda, ko'cha. Keyingisi Ch harfi ham o'zbek tilidagi chang'i so'zidagi Ch harfi kabi talaffuz etiladi. Ana endi Ch harfi qanaqa yozilar ekan? Yuqoridagi S ni ostiga ilmoq qo'yilar ekan. Ana shu ilmoq orqali nima bo'lar ekan? Ch harfi yasalar ekan, yozilar ekan. Misol, chichak, gul, cham, archa. Agar yaqin o'rtadagi o'zbek tili alifbosi bilan bog'liq qarorlarni eshitgan bo'lsanglar, mutaxassislar tomonidan aynan mana shu harf bizga variant sifatida taklif qilindi. Bizda H yozamiz-ku. Ana endi ular aytayapti, "Yo'q, biz ham bitta qilaylik, shuni Ch qilaylik" deyishdi. Xuddi shu tartibda variantni berishgan edi. Davom etaman, o'ylaymanki, bu ham tushunarli bo'ldi. Endi G harfiga keldik. G. Qaranglar. Ba'zi bir ma'lumotlar siz uchun seferda yoki testda kerak bo'lmaydi. Yoki dars jarayonida ham kerak bo'lmaydi. Buni men filologik jihatdan yondashib kerakli o'rinlarni yana ham qiziqarli bo'ladi dars degan maqsadda kiritib o'tganman. Misol uchun shunga misol turk tilida G tovushi bilan so'z boshlanmaydi. Qizig'i, turk tilida G tovushi bilan so'z boshlanmas ekan. Chunki turk tili anaqa so'z boshlanmaganligini sababi u chetdan o'zlashgan harf bo'lishi mumkin. Turk tilidagi G tovushi qalin unlilar. Yuqorida A, O, U, I ni qalin unli deb aytgan. Demak, G tovushimiz qalin unlilar orasida kelganda biza 100% G ni 100% deb aytadigan bo'lsak, misol uchun g'ozdagi G ni 100% deb oladigan bo'lsak, shundan 60-70% G ni talaffuz qilishimiz kerak bo'ladi. 30% ni talaffuz qilmaymiz. Va G dan oldingi unli ikkilantirib talaffuz qilinadi. Bilinar, bilmas G aytiladi, undan oldingi unli ikkilantiriladi. Bu qoidani albatta yozinglar. Ko'pchilik ana shu G ni bilmaydi talaffuzini. Shuning uchun xato qiladi. Mana misol. Dog'an. Dog'an yozilgan, to'g'ri? Dog'an. G ni qarang, men umuman aytmadim ham, dog'an demadim. Aytdim, faqat bilinar, bilinmas aytdim. Dog'an, dog'um, dog'al. Ko'rasizmi? Dog'an, dog'um, dog'al. Mana shu holatda talaffuz qilasiz. Unlidan albatta ikkilantiring. Ingichka unlilar, ya'ni E, I, Ö, U orasida kelganda siz ana endi G harfini Y yoki yumshoq G deb talaffuz qilasiz. Yen, deyil. Ko'ryapsizmi? Yen deyil. Aksariyat holatlarda bu Y ga to'g'ri keladi. Ya'ni ingichka unlilar orasida kelganda Y bo'lib ketadi. Mana degil yozilgan, lekin deyil deb o'qiymiz biz o'qiganda. Ko'ryapsizmi? Ko'pchilikning xatosi, aksariyat o'quvchilarning xatosi ana shu G talaffuzini bilmaydi. Qalin unlilar orasida G 60-70% talaffuz qilamiz, undan oldingi unlini ikkilantiramiz. Ingichka unlilar orasida kelganda biz G ni endi Y deb o'qiymiz. Albatta daftaringizga not qilib oling buni. Davom etaman. H harfiga keldik. H harfi bilan boshlangan so'zlar sof turkcha emas deb qayd etiladi. Qarang, bu ham juda zo'r yangilik. H harfi bilan boshlangan so'zlar sof turkcha so'z emas ekan. Turklar shunaqa darajada statistika ham qilib chiqishgan. Juda zo'r. Endi turk tilidagi H harfi o'zbek tilidagi qattiq H bilan birdek talaffuz etiladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, buni nima uchun kiritdim? Yozilishi bir xil ekan, talaffuzi bir xil ekan, farqi turk o'zbek tilida qattiq H bor. Boshlang'ich o'zbek tili grammatikasini o'rganishni boshlaganingizda birinchi sinfda o'qituvchingiz qattiq H, yumshoq H deb o'rgatgan. Xo'rozga ketadigan, handalakka ketadigan deb o'rgatishgan. Ana shuni farqi bizda bor, lekin turklarda yo'q. Ikkalovi uchun ham bitta H ishlatiladi. Aynan mana shu H ishlatiladi.
Mana havlu sochiq, xo'roz xo'roz degan. Umuman farqi yo'q. Qattiq x harfi yo'q turk tilida. Yana bitta narsani eslatib o'taman. Yozib olinglar buni, slaydga kiritib o'tmaganman. Turk tilida qattiq x xo'roz, hop, n bodringga ketadigan n va yana bitta q harfi yo'q. 3 ta harf yo'q ekan. X, n, q. Q, qish deymiz, qish. Qor deymiz, qor. To'g'rimi? Mana ularda q harfi yo'q. Ular qani k bilan beradi. Davom etaman. Biz buni j deb bilamiz. Ana endi turklar bu j demaydi, chunki j ni tepada biz s orqali berdik. Ekraningizga chiqqan harf bu j. J harfi ruslardan o'zlashgan bilasizlar. J mana yozib ham qo'yganman. J harfini beruvchi tovush turk tilida mavjud emas. Turk tilida ushbu harf bilan boshlanuvchi so'zlarning barchasi boshqa tillardan kirib kelgan. Qarang, boshqa tillardan kirib kelgan ekan. Jalyuzi, chiparda, jimnastik, badan tarbiya. Jimnastik deya olmaysiz buni. Jimnastik. Turk tilidagi j harfining aynan talaffuzini rus tilidagi j harfiga tenglashtirish mumkin. Jurayeva dedi. Yoki va hokazo. Mana shu holatda siz nima qilasiz? Bizda o'zbek tilida harf bitta, yozuv ikkita. Siz mana shu holatda qabul qilishingiz kerak, demak turk tilida. Yozuvi ham, talaffuzi ham nima bo'ldi? J bilan j bilan farq qilib ketdi. Buni chalkashtirmasangiz kerak. J holatda talaffuz qilasiz. Sh harfiga keldik. Sh harfi ham aynan o'zbek tilidagi talaffuzdan farq qilmaydi. Yozganimning maqsadi talaffuzda emas, yozuv ko'rinishida. S ni ostiga nima qildim endi? Nima qilindi? Ilmoq qo'yildi. Ilmoq qo'yildi va ilmoq orqali sh harfi hosil qilindi. Bu ham variant sifatida kiritilgan o'zbek tili alifbosining yangilangan variantida. Biz s bilan h ni sh qilib yozamiz. Mana bu ko'rinib turibdi. Turklar nima qilar ekan? S ni tagiga ilmoq qo'yar ekan. Misol, sharqi, qo'shiq, champion, chempion. Sharqi, qo'shiq, champion. Shu holatda siz ham yozasiz. Keyingisi y harfi. Y harfi o'zbek tilidagi y harfidek talaffuz etiladi, y harfidek yoziladi. Yozilishi ham talaffuzi ham bir xil ekan. Ustoz, nima uchun kiritdingiz deyishingiz mumkin. Sababi yuqorida g harfini o'rganayotganda ingichka unlilar orasida g tovushimiz y deb talaffuz qilinadi degan qoidani o'rgandik. Va sizda taassurot uyg'onmasinki, demak, y harfi yo'q ekan, g y deb o'qilar ekan degan tushuncha paydo bo'lmasin degan maqsadda men buni aytib o'tyapman. Y harfi talaffuzi ham yozuvdagi ko'rinishi ham aynan o'zbek tilidagi bilan bir xil va u alifboda bor. G ham o'z o'rnida shunaqa talaffuz qilinadi. Yangi qisqichbaqa yumurta, tuxum. Yumurtani xorazmliklar yumurta deydi hali ham, tuxumni. Davom etaman. Ana endi unlarga keldik. I va I ga keldik. Bizda yo'q, qaysi? I yo'q. Nuqtalik I yo'q. I harfining talaffuzi o'zbek tilida kuzatilmaydi deyilgan o'zbek tili alifbosida harfi yo'q, lekin shevalarda bor. Men hozir tushuntirib o'taman. Turk tilidagi I harfini rus tilidagi I harfining talaffuziga tenglashtira olamiz. Irmak, irmoq, izgara, qo'ra. Ana endi qarang. Ko'pchilik bu harfni talaffuz qila olmayman dedi. Nimaga o'zi aslida doimiy talaffuz qilib yurasiz siz buni? Yoki anaqa shevamizda juda ham ko'p uchraydi. Qanaqa? Misol uchun aytib o'taman. Qarang. Asosan R va L harflaridan oldin kelgan I tovushini biz aynan mana shunaqa talaffuz qilamiz. Misol uchun bilan. Bilan demaymiz, bilan deymiz. Qarang, B bilan L orasida I bo'lib ketdi. Yoki bir deymizmi? Demaymiz. Bir demaymiz. Nima bo'ldi? R dan oldingi I bo'ldi. Bir deymiz. Yoki 40 raqami bor. 40 demaysiz siz, 40 deysiz. I bor. Ko'rasizmi? Mana shu holatda talaffuz qilaverasiz. Yoki mana irmoq so'zi yozilgan ekan. Kim irmoq deydi? Yo'q, irmoq deydi. I bilan beramiz. Irmoq deymiz, to'g'rimi? Ana shu holatda talaffuz qilasiz. Yoki misol uchun mana ismimda ham ko'pchilik aynan men istiqomat qilgan hududda, viloyatimda i'ni I bilan talaffuz qilishdi. Iroda deyishadi. Lekin men shaharga chiqqanimda ismimni Iroda deyishadi. Ko'ryapsizmi, farq qiladi. Lekin biz men aytib o'tgan 1, 40, bilan kabi so'zlarda nima bo'ladi? I'ni I shaklida talaffuz qilamiz. Demak, xulosa qilib aytaman, bu harf alifboyimizda yo'q, lekin talaffuzimizda bor. Ya'ni qiyin degan narsa endi bizda tug'ilmasligi kerak. Biz shu vaqtgacha buni aytib yurganmiz. Ana endi I harfi o'zbek tilidagi I kabi talaffuz etiladi. Inak, sigir, iloj, dori. Buni yozuvdagi ko'rinishi ham
va anaqa ko'rinishi ham, talaffuzi ham bir xil. Faqatgina bizda bilasizlar har bitta harfni bosma ko'rinishi, yozma ko'rinishi bor, to'g'rimi? Lekin turklarda unaqa yo'q. Faqat bosma ko'rinishi bor. Ana o'sha bosmani yozib ketaveradi. Biz i'ni nima qilamiz? Aylantirib yozamiz-ku, to'g'rimi? Yozayotganda, yozma harfda. Yo'q, turklar i'ni xuddi mana kompyuterda qanaqa chiqib turgan bo'lsa, aynan shu holatda qiladi. Ya'ni ustiga nuqtacha qo'yib qo'yadi, bo'ldi. Boshqa holatda yozmaydi. Yo bosma ko'rinishi, yozma ko'rinishi degan narsa yo'q. Xo'p, davom etaman. Ö harfiga keldik. O harfi o'zbek tilidagi yumshoq o'ga o'rdak bo'lmoqqa teng. Turk tilida asosan birinchi bo'g'inda keladi. Agar birinchi bo'g'inda emas, ikkinchi yoki uchinchi bo'g'inda kelsa, o'sha so'z sof turkcha bo'lmaydi. Sof turkcha so'z bo'lmaydi. Ya'ni o'rdak bo'lmoq so'zlaridagi o bilan bir xil. Bizda ham bor, faqatgina nima bo'ldi endi? Yozuvdagi ko'rinish farq qildi. Biz nima qilamiz? Shapkacha qo'yamiz. Bosmada mana ko'rdingiz, bir yoniga belgi qo'ydik. Bosmada yozmada ustiga shapkacha qo'yamiz. Endi biz nima qilamiz? Turk tilida 2 nuqta qo'yamiz. Shapka qo'yib qo'ymang. 2 nuqta qo'yamiz. Va yana ma'lumot berib ketilyapti. Qarang. Asosan birinchi bo'g'inda kelar ekan. Agar ikkinchi, uchinchi bo'g'inda kelsa, o'sha so'z turkcha emas ekan. O'zlashgan so'z bo'lar ekan. Ya'ni deylik, misol ingliz tilidan yoki o'zbek tilidan va hokazo boshqa tillardan o'zlashgan bo'lar ekan. Misol, ödül, mukofot, ödev, vazifa. Bu so'zlar mana birinchi o'rinda ö kelganligi uchun bu so'zni sof turkcha so'z deb ayta olaman. Keyingisi professor, aktyorlik kabi so'zlar chetdan o'zlashgan. Ikkinchi, uchinchi bo'g'inda berilgan. Ko'ryapsizmi? Ana shu holatda siz ham nima qilasiz? O'rganasiz. Xo'p, u va uyga keldik. U va uyga keldik. U harf ham aynan o'zbek tilidagi qattiq o'dek, misol uchun u kishilik uchinchi shaxs yoki ko'rsatish olmoshi kabi. U harfining umuman farqi yo'q. Yozilishda ham, talaffuzda ham bir xil. Ikkalovi bir xil. Ana endi men bu bilan keyingi uy bilan qiyoslash uchun men buni kiritib o'tganman. Uchak, samolyot, uzay, fazo. Ya'ni u deb talaffuz qildim. Biz u deb kishiga ham, narsaga ham ishlatishimiz mumkin, to'g'rimi? Endi u nima? Aynan o'sha uning ustiga 2 nuqta qo'yilganda nima bo'ladi degan savol tug'ilyapti sizda. Bu vaqtda men ayta olaman, talaffuzni qanaqa qilib talaffuz qilish kerakligini. Mana misol uchun labimizni oldimizga tisaramiz va havoni beramiz. Labimni oldimga tisardim va talaffuz qildim. U. Ko'ryapsizmi? Men ko'rsatyapman, mana bu holatda ko'rinsin degan maqsadda. U. Va endi shunaqa narsa trendda chiqib ketgan. Haligacha o'quvchilar, qizlar qilishadi, aksariyat holatlarda qizlarda uchraydi bu narsa. Talabalar orasida uchraydi. Bilasiz, anaqa bor. Qizlar nima qiladi? Labini oldinga tisarib, selfie tushishga harakat qiladi. Qanaqa qiladi? Telefonini oladi-da, labini oldinga tisarib rasm chizadi. Shu to'g'rimi? Telefonimni oldim, dedim. Mana shu holatda siz ham aytib ko'rsangiz, bittada talaffuz chiqadi. Ko'pchilik ustoz qila olmayman deydi. Yo'q, qilsa bo'ladi. U. Uti dazmol, uzum. Buxoro sheva vakillarida, yana ba'zi bir sheva vakillarida bu talaffuz uchraydi. Misol uchun bo'ladi deydi ular. Shunaqa deydi. Shunga monandroq talaffuz qilishadi. Albatta bu uchraydi. Xo'p, davom etaman. Va bizda harflar tugadi. Savollar qismiga keldik. Nima savollaringiz bo'lsa, tepada aytib o'tilgan mavzu doirasida, grammatika, nazariya doirasida nima savollaringiz bo'lsa, video izohida yozib qoldirasizlar, men sizlarga javob berib o'taman. Savollar qismi har doim ochiq. Albatta, uyalmasdan nima savollar bo'ladigan bo'lsa, nima savol sizda uyg'onadigan, tug'iladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilasiz yoki izohlarda yozib qoldirasiz, men sizga javob berib o'taman. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. O'ylaymanki dars manfaatli bo'ldi. Keyingi darsimizda xudo xolisa sizlar bilan Istanbul yabanchilar uchun turkcha dars kitobi A1 o'quv qo'llanmasini birinchi unitini ko'ramiz. Unda biz nimalarni ko'ramiz va o'sha videoni o'zida aytib o'taman. Hozircha mana shulardan iborat edi bugungi darsimiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Keyingi darslarda ko'rishguncha.